buva? Acip cimcit oturupsuz bu. Mücazınız yok mu? Yok. Kile kızım, olta. Kollarınızı tutup koyayım mı buva? Makul. Bo'ldi qizim, Xudoyim qo'lingga deb bermasin. Bo'lmasa birdan uxlab eling buva. İlkay ağlığın yo'qmi? Ağlığım var. Biroq. Amasi yaqin kelib o'lta. Bugun Podichi bola degan hikoyani angla. Burunqi zamonda bir bola tog' bag'rida yolg'iz mol boqar ekan. Molni yayloqqa qo'yib berib, ba'zida uxlaydi ekan, ba'zida olotog'il naqshtovlab ish pushig'ini chiqaradi ekan. Yana ba'zida o'g'loqdek dekildab toqqa yomishib chiqib, gul terib o'ynaydi ekan. Bir kuni hamma qiliqlarini qilib bo'lib, yanala ish pushig'ini chiqaramabdi. Shuning bilan kishilar yenimga kelsa ekan degan o'y bilan mundaq qildi. Hey, börqili. Oturib ketdi. Yürü lan, qo'rqmaydi. Ko'rmadi. Kapılar yo'qolgan. Hajatmi oldi bo'ldimi? Bir necha kun o'tgandan keyin Podichi bola yana vaqirabdi. Hey, ağıyla, yürü lan. Bu vakit böyle açılıp koymayın. Yürü lan. Hey, börqili. Nedim bör bo'lsin? Men sizlarga chaqchaq qilib shunda deb qo'ygandim. Mushta turib odam avr qilamsan. Qamlashmoqqa birdim ekansan. Nima ketayli? Yana bir muncha kunlar o'tib, bir kuni Podichi bola qarg'ayning soyasida salqindab o'ltirgan ekan. Rostilla bir Podichi bolaning bo'ri keldi deb vaqirg'inini kishilar aniq anglagan bo'lsa-mu, u yana bizni oldigan bo'lish kerak deb o'ylab, birasmi kammatdi. Beshara bola o'zining yolg'onchiligi tufayli o'z jiniga zomin bo'ldi. Yolg'onchilik qilsa, shundoq bo'ladi-a, buva? Ha, odam rostchil bo'lsa, e'tibori bo'ladi, hurmati bo'ladi. Voy beshim. Voyjon. Nimancha inchiqlaysan qizim? Baxtli mijozim yo'q buva. Agila pishoningni tut baqay. Qiziqmi qolmabsan bo'lmasa? Ish yo'q. Sal zukamdab qolgan o'xshaysan. Shuningmi yeta olandi? Siz undoq degan bilan. Doğru ishdimmi? Ishdim, foyda qilmasa. O'kil soldirgan bo'lsang-ku. Yo'q, o'kil soldirmayman. Nimishqa? Qo'rqaman. Shumi gapmi? Kesalmachi qo'rqinchoq odamni topadi. Shuncha qilgan tarbiyam sening qo'rqinchoqligingni teq tugitamadimi? Tur o'rningdan. Boturlik haqida bir hikoya aytib beray. Burunqi zamonda ili iqlimida bir podshoh o'tgan ekan. Uning chirt umr Botur va Maxtumsula deydigan ikki farzandi bo'lgan ekan. Biroq ular bu vaqt chig'idila o'gay xonish tarafidan daryoga tashlab etilib, bir ayiqning himoyasida
Çin Tömür Batur uğuğa çıkıp ketkende sınlıqsı Mehtumsula öyde yalğız qalıdı eken. Däl şundaq günlerde 7 başlık Yalmavuz deydigan bir cadıgar momay Mehtumsulani tuğukta es koyup tapınıdın teşip qelini şoraydı eken. Çin Tömür Batur bu ahvalını tıqqandan keyin 7 başlık Yalmavuzni yer bilen yaksan qıptı. Yana bir kuni Çin Tömür Batur oğuğa çıkıp ketken fırsatdan faydalanıp Sanju padişahının şahzadesi Uzunov Mehtumsulani bulup ketipti. Sınlısıdan ayrılıp kalgan Çin Tömür Batur tolu yığlap äma bolup qaptı. Günler ötüptü, aylar ötüptü, yıllar ötüptü. Mehtumsula qaraqçılarning qo'lidan qeshib qutulib, aksi Çin Tömür Baturning qeshig'iga kelibdi. Aka? Canım aka? Kim o? Ben? Tanımadınız mı? Aka? Mehtumsula mı sen? Canım kardeşim. Canım aka? Bu sensin. Aka? Gözümüz ne baldı? Bana bir karına canım aka? Senin derdini tolu yığlap. Gözüm görmez mi kaldı? Kaygırmagın aka. Senin batırlığınga cahanda işlemden gelemeydim. Benim gözüm kadın çıktan tutsa. Kolumdan nime mi gelir? Nimancı düşkünleşip kettim. 7 başlık Yalmavuz'unu öldürgen cesaretten kene. Düşmenden intikam almasak olmaydı. Mısran kılıcı onun kolun al. Biz tehi bakıt küçemez. Benim gözüm, Aka, benim gözüm. Naz, benim gözüm açıldı o. aka. Benim gözüm açıldı. Benim gözüm açıldı. Benim gözüm açıldı. Bu hikoyaning hikmeti shuki, tushkunlik odamni kasalga mubtalo qiladi. Umidvorlik, boturlik odamga baxt ato qiladi. Tetik bo'l To'maris. Qandaq? Hikoyani tushuna oldingmi? Tushundim buva. Amisa, naqshani boshla. Nimişte eshakning mingizi yo'q buva? Yana meni hikoya aytqizdigan bo'lding-da. Ajib ondan qiptimi? Sulaymon Shah zamonasida insonlar orasida emas, hayvonlar orasidami inoqlik hukm surgan ekan. Bo'zak qiling'uchilarmi, bo'zak qig'uvchilarmi asosan yo'q ekan. Hayvonot dunyosida cho'ng hayvonlardan faqat eshaklar ancha-muncha bo'zak qilinadi ekan. Eshak mungizimning yo'qligi mushundoq bo'lyotdi deb o'ylab, podshohga arz qilib beribdi. Dağıt paçayı alem. Sözle. Ezen çoğun boğdum bilen. Koğunuz kuralım yok. Ben kırıp gittim. Menden neçez küçük hayvanlarımı. Beni ani tepşidu. Şuna... Seni zadi kim bozak kıldı? Beni bozak kıgalla. Bektola. Tılığını çaynamay demem sen. Cevapkarını inip etmisan. Davani kandak sorgulu buludu. İş kırıp ben bek azarya gittim. Müngüzüm boğan bolsa bunda günge kalmazdım. Mahsudun müngüz talep kılıç mıydı? Şundak şey.
Sal tahqir qipti. Allah. Fuqroyim eshakning tiligini ijobat qilib, uningga 1000 ato qilgaysan. Mungizim mahvoldi. Mungizim mahvoldi. Kilen olsa bosa. Mungizim bosa. Benim baba. Kudum. Buraya ana kırmızı. Nimaga? Eshak aslida urush qaqdimidi. Mungizga yig'ib olgandan keyin texmi beter ishib ketdi. O'zining tanishlar bilan so'qishdi bir gap. Yomon yeri kichiklarnimi, yovvoshlarnimi bo'zaqib ketdi. Shunga adolatingizni sig'inib keldi. Bu bedbaxt. Eshak darhol o'z o'rniga keltirilsin. O qarıyız. Günahını bilemsen. Bırak. Zamanım. Al onun mümküzü yurttaşsın. Hop! Vay can. Vay. Xuda sana bölüp mümküz vermepti. Bugünden tatip erkinlikten mehrumsen. İnsanlığa kul bulup ötkeysen. Bağıval boldu. Bağıval boldu. Shundoq qilib, eshak yanala mungizsiz qopdi. Ham insonlar uchun ishlaydigan qulga aylanib qopdi. Rost gapmi bova? Rost deb tushansang rost, yolg'on deb tushansang yolg'on. Eng muhimi bu hikoyaning mazmunini reallikqa tatbiqla. Tatbiqlay olsanglar bo'lg'ini. Bova, ishim pishib ketdi. Hikoya aytib beraman bova. Kechib ketdi. Uyqunga qanmay ati maktabga kechikib qolsang-chi? Yo'q, aytib beraman. Bo'pti. Tulkining taqsimoti degan hikoya qisqaroq. Shuni aytib beray. Kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulki uchi o'g'i chiqib, bir to'shqon, bir qirg'ovul, bir kiyik tutibdi. Bo'ri o'ljini mundoq taqsim qildi. Toshqon kichik canavar ekan. Uni tulki yesin. Qirg'ovulni men yeyman. Yo'lvoz janoblari kiyikni yesin. O'zingcha odil taqsim qilganimi bu? O kalva. Mana sening yeydiganing. Vay can. Vay canım. Vay gözüm. Vay gözüm. Gözüm qo'yilib ketdi. Endi qandoq qilib? Yolvoz janoblari, xafa bo'lmasizlar. Men taqsimlab boqay. Toshqon janoblarning nashtaligi bo'lsin. Qirg'ovul tushliklari bo'lsin. Kiyik kechlik tomoqlari bo'lsin. Agar janoblarning ishib qolsa, biz egil degilar. Tulkibay, yaraysan. Bundaq adil taqsimotni sen nereden öğrendin? Voy taqsir. Bu nima bo'rining sachrab chiqqan ko'zidan o'rgandim. Qarab tursang-ku, hikoya tugadi. Naqshan